Otam ayolingni olib uydan chiqib ket dedi. Bunga sabab ayolim onam bilan kelisha olmaganligi. Avvalida menga ajrash deyishdi. Lekin ayolimning qornida tug'ilmagan farzandim bor edi. Bolamning yetim bo'lishini xohlamadim. Bolamning birovga zorlanib o'sishini, men quchgan ayolga boshqasi qo'l tekkizishini xohlamadim. Xullas ajrashmadim. Chiqib ket deyishdi. To'plagan pullarimni yig'dim. Odamlardan qarz havola qildim, yer sotib oldim. Oradan vaqtlar o'tdi. Ayolim mana shu qiyinchilik vaqtlarimni men bilan nozik qo'llari bilan menga loy tashib turdi, boshqa qildi, uyimizni ko'tardik. Yillar o'tdi. Yana farzandlarim dunyoga keldi, ular katta bo'ldi va hozir ayolim shuncha yillardan keyin, shuncha sinovlardan keyin meni ayolim, meni ota-onam uchun eng go'zal kelin. Bundan boshqasi bekor. Eng asal, eng matonatli kelin. Ayolim bilan faxrlanaman.